Hurmatli kuzatuvchilar, Farg'onadan gapiryapmiz, Farg'onadan ko'rsatyapmiz. Salomatlik haqida so'z ketganda ko'pchilik qandli diabet haqida, ko'pchilik buyraklardagi xastaliklar haqida, yana ko'pchilik tizzalardagi, bellardagi, bo'yin, qo'llar, tirsaklar, umuman qo'yingki, harakat tizimidagi og'riqlar haqida shikoyat qilishadi. Bu borada katta izlanishlarni amalga oshirayotgan Farg'onada bittagina doktor Odiljon tarmoqli salomatlik markazi bor. Mazkur klinikada siz nafaqat bo'g'inlaringizni, balki urologik tomondan, nevrologik tomondan ham salomatligingizni tiklab olishingiz mumkin bo'ladi. Dorixona deysizmi, oshxona deysizmi, laboratoriya deysizmi, fizioterapiya deysizmi, bularning hammasi sizning salomatligingiz uchun xizmat qiladi. Qayerda joylashgan deysizmi? Albatta ekran pastiga sizni qiziqtirgan savollarga javob berish uchun manzil hamda telefon raqamlarini qoldiramiz. Endi hech qachon tuzalmayman, harakatlarim to'xtab qolgan, menga endi yaxshi kayfiyat beradigan salomat kunlar yo'q deb o'ylayotganlar adashasiz, chunki sizning salomatligingiz uchun aynan doktor Odiljon klinikasi xizmatda. Demak, klinikamizga tashrif buyuring va salomatligingizni o'zingiz uchun qaytarib oling.